Pedri aslida kuchli futbolchi emas. U maydonda umuman ko'rinmaydi, juda kam gol uradi, assist ham bermaydi. Uning Barselonaga umuman foydasi tegmaydi. U shunchaki oddiy bir futbolchi. Bir qancha futbol muxlislari mana shu gaplar bilan iddao qilishadi. Ammo rostdan ham shundaymi? Keling bunga oydinlik kiritamiz. Agar siz futbolni unchalik kuzatmasangiz, u holda uning raqiblaridan biri kabi gol va assistlar soni 2 barobar kam bo'lsa-da, nega undan yaxshiroq deb aytilayotganini tushunmasligingiz mumkin. Bu tabiiy hol. Ammo siz mana bu ma'lumotlarni bilib olishingiz kerak. Hozirda Ispaniya La Ligasida hech bir futbolchi undan ko'ra ko'proq to'pga teginmagan. Hech kim Pedridan ko'ra ko'proq oldinga pas bermagan. Bu uning maydon markazida naqadar muhim futbolchi ekanligidan darak beradi. Pedri hozirda raqiblardan to'pni olib qo'yish bo'yicha ham yaqqol yetakchi bo'lib turibdi. Ayni paytda hujumlarni boshlashda ham Pedriga yetadigani topilmayapti. Oldinda Rafinha, Lewandowski, Yamal triosi gollar urib, jamoasini g'alaba bilan ta'minlayotgan bo'lsa-da, hujum va himoyani bog'lash, raqiblar hujumlarini to'xtatish, markazni boshqarish kabi ishlarni aynan Pedri bajarmoqda. Pedrini hattoki Barselonaning ashaddiy raqibi hisoblangan Real Madrid klubi afsonasi Toni Kroos ham Pedri hozirda dunyoning eng yaxshi yarim himoyachisi deya e'tirof etdi. Balki siz bu fikrimga qo'shilmasligingiz mumkin. Mayli, lekin bitta gap, siz Pedrini yomon ko'rsangiz ham uning dahshatli o'yinlarini shunchaki tan olishni o'rganing. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.